يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik televizor köygüçü dost biraderler. Bizimki bu katımki programımız İslam ve hayatınki namaz kısmına geldik. Biz hazırımda namazın üstüde toxtalımız. Yani namaz her kanda bir mümin ve Müslüman diye adamniki üstüge farz olduğun bir ibadet. Bu ibadet İslam dinide yani Allah'ide bir ornu var. Başka farz ahkamlara qarığa vaxtında bu namazınki farz buluşu ve Kur'an-ı Kerim'de namazınki tilg'i elinişi başka farz ahkamlara qarığa vaxt oxşamaydı. Namaz yani Kur'an-ı Kerim'de bir qanchayada tilg'i elish orqali uniki farz ekanligini isbotlasa, yeni bir tarafdan yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni Allah Teala o'zining dargohiga meni isro ketsa shu yerga kirib Allah Teala o'zining dargohida namoz degan bu farzni shu vaqtda farz qilgan. Qolgan farz ahkamlar bo'lsa Allah Teala o'zining payg'ambarlari yoki bo'lmaydi, o'zining kitoblari orqali mana musulmonlarga, kishilarga farz ekanligini bildirgan. Ammo namoz kelgan vaqtda shu payg'ambar ham kitob orqali bildirgandan boshqa yana isro ketsa mana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarı asmağa bağa vakti özüde şu yerdə namazınki farz ekanligini şu yerdə çox bekitken. Ana oğandikin namazınki her qanday bir adam balağat yetkendikin yoki bo'lmaydi, men Müslüman İslam dinine kirdim degandikin, yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah degandikin birinchi qilgan ibadet bu namazdır. Namazınki aldığı ötüdüğün hiç qanday bir ibadet yok. Yani namaz Kur'an-ı Kerim'de bir qanchayda tilg'ilinadi. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda ki o'zining hadisida qanday ekanligini bu hadislarda Peygamber aleyhissalatu vesselam deydi. Ana bo'lgandan namaz şu shahodat etgandan yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah deb u odam o'zining og'zi va o'zining dilidan va butkul vujudi bilan şu la ilahe illallah Muhammed Resulullah'a iman etip tasdik qilib amal qilgandan keyin o adamga birinchi bo'lib farz bo'ladigan ibadet namazdır. Namazınki aldı o'tadigan hech qanday bir namaz, başka bir ibadet yok. Unda bo'lgandan keyin mushunga asosan kimiki namozni mana bu masalan ish yo'qning ishi deb uni rasmiy inkor qilib o'qimagan bo'lsa, u chog'da dindan chiqadi. Ammo o adam uningki vujudida iymon bor. Yani Allah'ınki barliq birlik ekanligiga resmi işini de ve tasdik kılıdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki hakiki peygamber ikenlikke, Kur'an-ı Kerim Allah'ınki sözü ikenlikke o adam tasdik kılıdı. Lekin bazı bir suçlu, bazı bir sebep de yok bir sebepni közüşü arkalık namazı okumaydı, bu fasık. Bunu okuyan vakitte alimlerimiz, fıkhi alimlerimiz bunun qarağı vakitte bir qancha xil köz qarashga ega. Bunun işi de bazıları deydi, şundan namaz okumagan bolsa öldürmeyiz. İslam hakimiyeti olan bolsa hakimiyet taraftan bunu yani murtad qatarida elip bunu öldürmemiz deydi. Bazıları hapsga yani turmuğu solaymiz deydi. Turmuğu solaş arqali şu namaz okugan kadar hapsda turdu. Onudagi tavba qilgizimiz, resmi namaz okup başlagandaki andakin turmudan chiqaramiz deb müştaçu qaraydi. Ama namazın başka ibadet, başka bir ahkam kelgan vaqtda bunda bir talash tartish yok. Anda bo'lgandan keyin bizniki geldiğimizge namazniki farz bo'lishi, Kur'an-ı Kerim, hadis Resulullah ve onun başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Teala isra ketisi, yani miraç ketisi, isra ketisi, o'zining dargohi qichirib chiqqan vaqtda farz qilgan bir ibadet. Anda bo'lgandan keyin bu namozniki
Zaten namaz diye aman amla bizdeki imamımızga yani 24 saatin içinde yani bir keç gündüzün içinde 5 qatim kılınılan bu namaz közü tutuldu. Yani namaz diyenlikten yani bir kata o adam günde bir kata bandatını okup koyuyor. Ya ki bulmaydı haftada bir kata cümleni okup koyuyor. Ya ki bulmaydı ayda ya ki bulmaydı yıldan bir kata işkiyet namazı okup koyuş. Bu Müslüman adam nispeten o namaz o farz bosu mu? Lakin o çoğu hesapka edilmeyi. Yani namaz diyenlikten Kur'an-ı Kerim'de ve akimus salate ve atuz zekâ diyen ayet ve onun başka namaz okuna diyen ayetin hemisi namaz diye hemen Allah yani bir keç gündüzden ve onun başka cüme namazı yet namazı diyen şu namazın ki hemisini ölçüye almalıdır. Olup mu yani bir keç gündüz 24 saatin içinde her bir men Müslüman, her bir adam men Müslüman mümin diyen bolsa yani şu adamniki gerdiniga yani 24 saatniki bir keç gündüz vaktin içinde yani 5 vakitte 5 kata namaz okuş yani bu közgü tutuldu. Yani Kur'an-ı Kerim'de namaz okunan, Peygamber aleyhisselatü vesselam namaz okunan diyen bu namaz okunan digeni yani şu 5 vakit namazını öz içine algan boludu. Bu her göz yani 2 vakit ya bamdat ya huttan okup kalgan okumusu boludu digenlik emas. Yani bir adamninki uçsuzda mesela çapan ya ki işten bolgan bolsa, yani çapanninki yani bir qancha cüz'iydi terkib tapqanligini biz bilamiz. Yani çapan divaklik bilen yani bununki aldı, akı ve iki kolun ibaret olan bu umumi hemmesi çapan boludu. Eğer o adam çapanda bir kolu yok, ya ki bolmaydı bir peş yok, ya akısı yok, bunda bir çapan ekegen bolsa, bu adam çapan kim diye vakti o çapanı kesi çapan ekegen boludu hesapçı bolmaydı. Anda oğandaki namaz şu mümin, Müslüman'a nispeten ben mümin, ben Müslüman diyen adam'a nispeten 24 saatin içinde yani bir kez gündüz şu vaktin içinde 5 vakitte farz olan bu namazın çok gözde tutuldu. Her göz yani namaz okup koyuş bir mümin Müslüman ben kalbim yaxşı diyen benim imanım benim kalbimde imanım Allah'ınki birlik varlık yerime işirmen ben İslam dinine itikat kılmen diye adam nispeten bunu ifade ediş için birinci olup o adam'a kılınan farz kılınan ibadet yani namaz buludu. Allah Teala de bu namazdaki farz kılınışını yani her bir mümin Müslüman'a nispeten yani bu 24 saatin ibaret olan bu keçiren gündüzdeki muşundak amnışçı muşnucu sebep küçü belki etken. Yani 24 saat muşundak aynı turduken yani gün fetih gün çıkıp turduken şu sebep şu vakit kelediken şu her bir vaktin üzerinde şu vakitteki namazı okuş yani devamlı o adam'a yani nispeten yani ölgene kadar bu farzupçu turdu yani kündü tekrarlanıp turdu. Bu Kur'an-ı Kerim'deki hadis Resulullah'daki namaz okunu digini yani 24 saat müştak ayrılıp turdu. 24 saat yani bir keç gündüzün içinde 5 kıl vakti var. Şu 5 kıl vaktin içinde her bir vakitte birden okuyduğun namaz var. Siz şunun için şu vakitte yani şu vakitte okunla digerlik çok buludu. Anda o andaki bu 5 vakit namazını ki yani bir mümin Müslüman'a nispeten ben imanım var, ben Müslüman deb jarsavatkan, benim kalbimde imanım var devatkan kişilerge nispeten yani 24 saatin içinde yani 5 kata okuş 5 kıl vakitin üzerinde bu namazın okuş her bir Müslüman'a nispeten ters. Anda oğandiken bu namaz hemimizin ma'lumende. Bu namaz bamdat namazı, peşin namazı, asr namazı, namaşşam namazı, huttem namazı. Yani 5 vakit namaz bu olur hem de. Bu 5 vakit namazını biz hem de vaktida okuşumuz muayyen şu belkitken Kur'an hadisi belkitken İslam şeriatı belkitken aş muayyen bir orunda okuşumuz o farz. Mesela bamdat ne kandak vakit okuyumuz, peşinni kandak vakit okuyumuz, onunki vakti qayaga başında da asr namazı qayaga başında qayaga kandakçada okuyumuz. Bunu çok bilverişimiz çok gerek. Anda o andaki bizdeki hazırki dersimiz namazın üstüde boludu. Namazdaki vakitleri. Bununki üstüde boludu. Bu namazdaki vakti, mesela bamdat namazı, peşin namazı, vakti qayaga tügeydi. Mesela bamdat namazı, huttan namazı çok, asr namazı digelide bu namazdaki her bir vaktin muayyen biliş arkalık anadaki biz şu bizdeki geldiğimizde düşken bu farz ibadetini şu vakitte kılışımız gerek anadaki ada tapıdık.
Ama bir adam şu İslam şeriatı berketken, İslam şeriatı berketken vakitte başka bir adama bamdat okudum, yoki asr okudum dese, o okugancha bo'lmaydi. Yani o adam o vakitte o yerda o'qigan bo'lsa-mi, yani undan o'qigan o namozi, o adamning bamdat namozini o'z vaqtida o'qitdi degilicha bo'lmaydi. Bunga asosan ham Qur'oni Karimda Alloh taolo namozni mu'minlarning ustiga muayyan bir vaqtda o'qishni farzcho qilgan. Buningda oyatcho bor. Endi bizga nisbatan birinchi namoz bamdat namozi. Ya'ni bir kech kunduzning ishida bu bamdat degan bir namoz bor. Bamdat, ya'ni tong otgan vaqtda o'qiydigan namoz. Bu tong otgan vaqtda o'zida o'qiydigan namozninki vaqti nekamishlik bo'ladi. Bunun için bilishimiz kerak. Mana bamdat namozdagi vaqti shu tong yo'rg'andan boshlab kun chiqqan orliqchilik bo'lgan bir vaqt shu bamdat namozdagi vaqticha bo'ladi. Endi hammamizga ma'lum bu yalag'i tong etish ikki xil bo'ladi. Birisi subi sodiq, birisi subi kozib. Ya'ni bu yerda namozdagi bamdat namozdagi vaqtidagi kirishi subi sodiqdan iborat bo'lgan ikkinchi tongdan boshlanadi. Uniki tugash vaqti kun chiqqanga az qolgan vaqt qadar mana bu vaqtcha bo'ladi. Ana bo'lgandan keyin bir odam shu tong yo'rg'an vaqtdan boshlab shu chog'da o'qisa, namoz bamdatni o'z vaqtida o'qigancha bo'ladi. Ana bo'lgandan keyin biz hamda tongninki ikki xil qism ekanligida hamda subi kozib, subi sodiq degan bor. Subi kozib degani, ya'ni ikkinchi tong, rasmiy tong etishdan burun mushu sharq tarafda bir xil kichkina bir oqlik paydo bo'lib, undan keyin qorong'ulik bo'lib ketadi. Mana u oqlikni biz uni voy endi bamdat namozi kirdi degan olmaydi. O subi sodiq. Buniga ergishib, uni endi bamdat namozi kiribdi desa bo'lmaydi. Shuningdan keyin yana bir qator qorong'ulik bo'ladi, undan keyin rasmiy yo'riydi. Mushu odamniki mushu qish o'xshash shu sharq tarafda shu yo'rg'an shu amanamla mana bamdat namozniki vaqtiniki kirganligicha bu yerdacha muqimlashadi. Endi bu namozniki oxiri bo'lsa, bu namoz bamdat namozniki vaqtiniki oxiri bo'lsa, mana kun chiqdimi? Kun chiqib, shu qizil shundoq bo'lgan aman u namoz bamdatniki vaqti tugaydi. Mana mushu vaqtlarniki o'zida bir odam namoz o'qigan bo'lsa, mana mushu vaqtning o'zida bamdat namoz o'qigan bo'lsa, mana bu odam u namozni o'z vaqtida Allohning rasuli o'qinglar degan shu vaqtning ustida o'qiganlikcha bo'ladi. Buning asosan mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mana Jibril alayhissalom mana bamdat namoziniki vaqtini texim muayyanlashtirish uchun bu Qur'oni Karimda bo'lsa-mu, o'zi mana Jibril alayhissalom o'zi tushib bamdat namozi birinchi kuni, birinchi vaqtda, ya'ni tong yo'rishamanamla o'qib bergan. Ikkinchi kuni anidan kun chiqitay degan vaqtda kelib Jibril alayhissalom bu namozni o'qib payg'ambar alayhissalomga ko'rsatgan. Shuning bilan andaki payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalom mana bu mana seninki ummatingniki bamdat namozining vaqtini mana mush vaqtda o'qisa, mana o'z vaqtida o'qigan bo'ladi deb buni deb bergan. İkinci namoz, peshin namozi. Peshin namozi endi bu peshin namoziniki vaqti qachonlik bo'ladi? Peshin namoziniki vaqti shu kun jing bo'lib, shundaqda qorildi. Shu qorilgan vaqtdan boshlab anadagi peshin namozining vaqticha kirgan bo'ladi. Kirdi. Buning asosan har qanday bir yerda bo'lmaydi. Mana shu kun rasmiy jing tushdi deb belgitimiz. Shunda jing tush bo'lgan vaqtning o'zida kun shundaqda qorildi. Qorilgan vaqtdan boshlabdan peshin namoziniki vaqti kirgan bo'ladi. Bu chiqish vaqtimdi. Shu kun qorilgan vaqtdan boshlab mana biz endi burunqi davrida mana bu yerda bir narsani shundaq o'ttirib qo'yish orqali bir namozniki peshin namozi, asr namoziniki vaqtini belgilaydi. Bo'libmi peshin namozini, ya'ni peshin namoziniki chiqish vaqti har bir narsaninki, masalan bir narsani qo'yamiz bir yerga, qo'ygandan keyin shu narsaniki soyisi o'zi o'xshash kelsa, undan keyin shu vaqtlik peshin namozi bo'ladi. Shunda keldimi u namozni peshin namozniki vaqti chiqayotgancha bo'ladi.
Bunu alimlerimiz ölçeşte şuna ölçügen. Yani bir narsani o'ttirga bir tayoqdek bir narsani o'ttirga qo'ydigan gap. Bunda bir jijiq nima qilib qo'ygandan keyin shu vaqtda buniki soyisi mushay keladi. Kun shundaqmi shu g'arb tarafga shundaqli qarilgandan keyin bu anadagi soya tabiiy holatda sharq tarafga qarab yuzlanadi. Shundan sharq tarafga qarab yuzilgandan keyin buni soyisi bu soyni ikkisi metrlab oladigan gap. Anadagi keyin bu peshi namozi kun g'arb tarafga shunda qarab mang'andan keyin bu soya andek uzraydi. Uzrab mesela uzurgandan keyin oshniki yalaq oshniki yalaq faiz zaval deydi. Ajat o'ttirib kelgan bir soya bor. Bu soyani ayada chiqaryapmiz. Chiqarib shu narsani chiqargandan keyin oshi kelgan yalaq soya yalaq yog'och bilan o'xshash kelgan vaqt o'zida ana shunday keldimi kelgandan keyin anadagi bu chal o'zida peshin namozini chiqayotgan vaqt shu bo'ladi. Mesela şu yağışın yüzü mesela şu sahaya 50 san kipti gün taz cink şu vakti özüde. Bu gün ağırlıp şunda mayıs kelgendeki say mayıs götürdü. Ötkendeyken qarab baksak 50 san kelgendeyken o günlük sayısı mayıs götken vakitte mesela 100 san kipti. 100 san kelgendeki biz 50 santin çıkarvatkan o 50 san yelik asli yelik yağışındaki nemsi okşaş kelgen buldu yani misli degen şu. Kelgendeki şu nesi aşağı kelgendeki peshin namoziniki vaqti chiqatdi debchu berkitimiz endi bir rivoyatda hamda imom azamniki hanifiy mazhabdagi ya'ni imom azamniki ko'z qarashi bu endi bir ya'ni imom muhammad imom abu yusufniki ko'z qarashicha ya'ni har shayiniki soyisiniki ikki assi kelgan vaqtda anidikan peshin namozi chiqib ketdi degan bu ko'z qarash bor ya'ni qandayligi bo'lmasin biz bu bandat peshin namoziniki vaktini şundak ölçeş çok gerek. Biz hem de peshin namazını kandak oluşu hazır devrimizde adamlar günüge az karaydı. Madem saat çıkıp gitti. Buruk zamanda saat yok. Saat bulmagandaki şu vaktimizde peshin namazındaki vaktini kaçarda kirdi kaldığı. Yani peshin namazının vaktini kaçarda çıkıp ketkenliğini muşu yedisi asasen alimlerimiz muşunda tatkıpçı çıkan. Bunu dumanda Cibril aleyhisselatü vesselam yani birinci günü şu gün karışıp kirip Peygamber aleyhisselatü vesselam'a peshin namazındaki vaktini birinci olup kirgen vakti muşu dep namaz okup kıpayın. İkinci günü kirgen vakti üzere yani aşu bir nesiniki yalak okşişini sayısındaki bir asisi yaki olmayı bir rivayet geldi işkesi kirgen vakti üzere Cibril aleyhisselatü vesselam kirip şunu ona anırken yani müşki vakit arılar peshin namazındaki vakti boludu dep belki etken şunu anıdaki rivayet işki olgandaki bunu asasen muşna iki xil ko'z qarash bo'lgan. Endi üçüncü namaz asr namazı. Namazgar namazının vakti şu peshin namazı chiqqan vaqtdan boshlabla kun o'lto'g'ishlik bo'lgan arliq mana bu asr namazınki vakti bo'ladi. Bu asr namazının vakti, peshin namazınki ahirki vaktimiz belgilesek, şu belgilep şu vakti keldi ve peshin namazı çıkarttı. Tügügen amanamla akıdalla asr namazı kirdi. Onu deyken andaki gün o'lto'g'ishlik bo'lgan arliq mana asr namazınki namazı çok boludu. Endi namazsham namazı, üçüncü namaz, dördüncü namaz, namazsham namazınki vakti kun o'lto'g'an vaqtdan boshlab mushu g'arb tarafdagi yelaka ahliq yo'qolganga qadar mana mushu namazsham namazınki vaqti shu bo'ladi. Endi bu yerda endi ba'zilar deydi ahliq yo'qolganga qadar namazsham namazınki vaqti shunga qadar bo'ladi deydi. Endi ba'zilar deydi yo'q shafaq, ya'ni qizil yo'qolganga qadar bo'ladi. Ya'ni kun o'lto'g'andan keyin bir mezgildeki qizillik bo'ladi, qizillikdan oq bo'ladi bizga ma'lum. Yani bunu da iki xil ko'z qarash var. Bazı alimlar deydi, şu gün o'lto'g'an vaqtini tatib namazsham namazının vaqti boshlansa, uniki tugaydigan vaqti bir so'zga bir ko'z qarashga asosan, shu qizillik yo'qgan qadar mana shu namazsham namozi bo'ladi deb qaraydi. Endi bir xil ko'z qarashda mana oqlik yo'qgan qadar deb undaqlab qaraydi. Ana bo'lgandan keyin bunuga asosan mana namazshamninki namoziga vaqti mana kun mana shu o'lto'g'a vaqtini tatib mana shu shafaq yoki bo'lmaydi oqlik yo'qgan qadar
mana peşi namazşan namazın vakti şu boludu. Beşinci namaz beşinci namaz xuftan namazının vakti. Mana xuftan namazının vakti qavı. Xuftan namazının vakti bir sözge asasen şu aqlıq tüyge vaqtdan başlap yoki bo'lmaydi endi bir sözge asasen endi bir ko'z qarashga asasen şu yeliqi shafaq yani qizillik yo'qqa vaqtdan başlap mana tong atqanga qadar mana xuftan namazınki vaqti bo'ladi. Yani tong atmasa yani subi sadiq yani ikkinchi tong bo'lmasa mana şu vaqtning orlig'i mana xuftan namazınki vaqti bo'ladi deydi. Şimdi bazı adamlarımız xuftan namazındaki vakti şu namazşam namazının vakti tügende başlansa yani bazı adamlarımız bu xuftan namazındaki vaktindeki ahirli keçeneki 3'ten biri ketken kadar boludu. Onun deyki xuftan namazının vakti bo'lmaydi deydi. Mesela keçeni biz hem de şu gün oltuğa namazşamdan keyin ahliq yo'qqa vakti hesaplasak tan atqışlıq bolğan arlıq mesela 9 saat dep hesaplasak mesela 6 saat 9 saat anda bolğandan bu çanın üzüde mene şu vaktin başlap 3 saat hesaplandı 6 saat boş. Bunu asasen Şafii mezhep onudaki xuftan namazı okusa kazası okan boludu deydi. Ama bu Hanefi mezhepte mundakçı değilmeydi. Hem de yeni bir namaz vitir namaz var. Vitir namaz hem de bu farz bolması mı? Yani bu vacip. Anda bolğandan bu vitir namazındaki vakti kaçarlık boludu? Vitir namazındaki vakti şu xuftandan okuldu. Xuftan burun okusak bo'lmaydi. Xuftandan keyin tong atqanga kadar mana vitir namazındaki vakti şu boludu. Anda bolğandan bizginiki gadinimizdagi o'qishga farz qilingan 5 namozniki 5 xil vaqtni mana shu Qur'on hadisga asosan hozir deyildi. Men mush vaqtlar har bir namozniki vaqt bo'ldi dendi. Ba'zilarininki bir saat, yarım saat, 15 minut, 2 saat, 3 saat yoki 4-5 saatdek mushundaq vaqtda meni bo'lgan bo'ldi. Anda bo'lgandan keyin bu vaqt shundaq ekan. Ana bo'lgandan keyin qanday vaqtda o'qisak yaxshi bo'ladi. Mesela bamdat namazındaki vaqti şu tong yo'rg'andan boshlab shu kun chiqqan qadar shu bir yarım saat atrofidagi vaqt ekan. Anda bo'lgandan keyin biz qaysi o'qisak maqbul bo'ladi, Alloh taolo uni qabul qiladi. Lekin eng yaxshisi, ya'ni mustahab qaysi vaqtda o'qisak, eng yaxshi vaqtda o'qigan bo'ladi desa biz shuning ustida to'xtalamiz. Mana bamdat namozini sal tongni aqoti varat appoydin bo'lgan vaqtda o'qish bu bir qadar yaxshi. Chunki payg'ambar alayhissalatu vassalam shunday deydiki, asfiru fil fajr degan bir hadisi bor. Sizlar bamdat namozi o'qisanglar, bamdat namozi bir qadar aqoti varat o'qinglar degan hadisi bor. Chunki bunda o'qisanglar ajri uchun jiq bo'ladi degan. Chunki jamoat jiq keladi, bu orqali savob uchun jiq bo'ladi degan bir hadisi bor. Şuna asasen mana bamdat namazını bir qadar yani appoydin bo'lgan vaqtda o'qishimiz bir qadar yaxshi. Ammo boshqa kishilar bamdat namazını bir qadar baldir o'qishimiz bu yaxshi deydi. Yani shu tanga yo'rg'an hamma o'qishimiz yaxshi deydi. Yani bu mustahabdiki ish. Yani bo'ladi bo'lmaydi deganlik emas. Yani shu bamdat namazındaki vaqti zodi shu tanga yo'rg'andan boshlab kun chiqqan qadar o'qisak bo'laverdi, bu vaqt o'qgan bo'ladi. Endi buni başta okusak olamdı, yaxşı olamdı, o'ttir vaqtda okusak olamdı, oxirgi vaqtda okusak yaxshi olamdı deganlik bu mustahab. Ya bo'ladi bo'lmaydi deganlik emas. Yani yaxshi. Qaysi yaxshi, qaysi afzal? Buni da talash. Mayli bir odam baldir o'qib qo'yibdi, u mu bo'laverdi. Endi bir odam o'ttir vaqtda o'qibdi, u mu bo'ladi? Bir odam sal kechiktirib kun chiqib ketay degan chog'da o'qibdi, u mu bo'ladi? Ikkalasi o'xshash bo'laverdi. Lekin eng yaxshisi, yani eng yaxshi degan emas. Yani Allah'nınki Resulü muş vakti okusan boludu deb degan sözüge esasen belirtilgen bir nime o söz. Anda olgandaki bunu da a vakti okusu boludu, bu vakti okusu bo'lmaydi deydigan bir narsamız bu mustahab ish emas. Bunu talash tartish qilishning hech qanday nimasi yo'q. Endi peshinga kelgan vaqti qanday bo'ladi? Peshin ana shu kun shu tushilib qayrilgan vaqtdan boshlab her nersiniki sayısı yüzniki 2 hassi keks bo'lgan arlıq hamda peshin namazının vaqti oldu. Ana o'g'andikan qaysi vaqtda o'qisak bo'laverdi namaz maqbul, yani öz vaqtda o'qigancha bo'ldi.
Allah Taala bizni namoz o'qishni talab qilgandan keyin shu talabga asosan shu talabga loyiq o'qigan bo'ldik. Ammo shu vaqtning ichida burun o'qisa yaxshimi, o'ttirdimi yo oxirdimi? Buning kelgan vaqt o'zida peshin namozini mana yoz kuni bir qadar kechiktirib o'qishimiz, qish vaqti bo'lgan bo'lsa, uni bir qadar baldir o'qishimiz, ya'ni shu kun qorilishi amanamla qish vaqtda mana o'qishimiz bu peshin namozini yoz vaqti kelgan vaqtning o'zida shu kun qorilganda emas, bir qadar havo so'g'an vaqt o'zida ana lekin o'qishimiz bu bir qadar yaxshi bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bu nima u? Mustahab. Asr namozining vaqti, peshin namozi vaqtiniki chiqqandan boshlab, kun o'rtog'isi bo'lgan orliq bo'lgan bo'ldi. Bu orliqda o'qisak namoz maqbul o'z vaqtida o'qigan bo'ldik. Lekin buning yaxshi vaqti qavo deydi. Yaxshi vaqt asr namozininki yaxshi vaqti kun shu asr bo'lgan vaqtdan boshlab kunninki to'g'ash shakli o'zgarmagan vaqtda men o'qisa bu eng yaxshi vaqtda o'qigan bo'lamiz. Ya'ni kun havo ochiq, shunday vaqtning o'zida kun namozga bo'ladi, namoz bo'lgandan keyin kunning nuri toz val chiqib turdi. Azroq bir muddat o'tgandan keyin azroq o'zgardi. Mana osh o'zgarishi bo'lgan holatda asr vaqti shuda kirdi, shu vaqtda o'qirimiz, bu bir qadar yaxshi bo'lgan bo'ladi. Endi namozsham namoziga kelgan vaqt o'zida namozsham namozini bir qadar baldiroq o'qishimiz, ya'ni shu azan chiqishi amanamla uni saqlab turmay, darhol takbir o'qib, bunda o'qishimiz bir qadar bu yaxshi bo'lgan bo'ladi. Endi bu namozsham namozidan keyin azan o'qidi namozsham namoziga, undan keyin sunnat o'qish. U bir ayrı boshqa bir mavzu, inshaalloh uni kelgan vaqt so'zlaymiz. Ammo shu namozsham namozini shu azan o'qigan amanamla to'xtamasdilla o adam darhol o nemadan minordan tushib muazzin azan o'qiyadi kipla masjid kiribla mana takbir o'qish orqali namozni boshlash mana eng yaxshi bir vaqt shu bo'ladi. Endi xuftan namoziniki eng yaxshi vaqt xuftan namozi zodi shu namozsham namozining vaqti chiqqanda tortib tong yo'rg'anga qadar bo'ldi endi. Bu qaysi vaqtda o'qisak namozni xuftan namozini o'z vaqtida o'qigan bo'lamiz. Lekin shu vaqtning ichida qanday vaqtda o'qisak xuftan namozni eng yaxshi vaqtda o'qigan bo'lamiz desa, eng yaxshi vaqtda o'qishimiz xuftan namozini bir qadar keyniga surib o'qiganimiz bir qadar yaxshi bo'ladi. Chunki buningda bir qancha sabab va hikmatlar bor. U bir ayrı boshqa bir mavzu. Shu kelgan vaqtda buni shu to'xtalamiz. Endi vitr namoziga keldik. Xuftan namozi. Vitrninki namozning vaqtini deganimizda shu bamda xuftan namozidan keyin boshlanib tong yo'rg'anga qadar vaqt mana bu vitr namoziniki vaqti bo'ldi. Bu yerda qaysi vaqtda o'qisak bu yaxshi bo'ladi. Lekin biz musulmon bo'lgandan keyin bo'libmi kechida tahajjud namoz o'qishga bir alohida ahamiyat berishimiz kerak. Endi bunda bo'lgandan keyin bunda bir kishilarga nisbatan davomli tahajjud namoz o'qiydigan kechasi qo'pib, ya'ni bu odamga nisbatan shu yalaq vitr namozini eng oxirda shu tong etishga 10-15-20 minut qolgan vaqtda yo 10 minut qolgan vaqtda mana shu tahajjud namoziniki eng oxirgini vitr namozi o'qish bu eng yaxshi bo'ladi. Agarda u odam kechasi qo'pib namoz o'qiydigan unda bir amal yo'q, ham odatim yo'qkan, ham qo'pish ishonchi yo'qkan, unda bo'lsa bu odamga nisbatan eng yaxshi ish namozni killan mana bu vitr namozini shu o'qib o'tish bu eng yaxshi vaqt shu bo'ladi endi. Endi bizniki hozir endi burungi vaqtlarda namozniki vaqtiniki mana kunniki qanday ekanligiga qarab bu yerda bekitib qilibdi endi. Hozir biz endi soatga qaraymiz. Mayli havo ochiq bo'lamdi, tutuq bo'lamdi soatga qarabla, soat manjida peshin namozi bo'ladi, manjida asr namozi bo'ladi deb o'qimiz. Havo tutuq bo'lsa shunda, lekin burungi davrda havo tutuq ham havo ochiq deb ikkisi o'tirib farq edi endi. Unda bo'lgandan keyin bu havo tutuq, havo ochiq kunlarda ashta bo'ladi, ammo havo tutuq kunlarda qanday qiladi deydi. Havo tutuq kunlar bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'da mana ash bandat namozi tong yo'rg'an tortib, mana shu kun chiqqan qadar hammasi bandat namozi vaqti bo'lgan bo'ldi. Mana shunday havo tutuq kunlarda bo'lgan bo'lsa, mana havo tutuq kunlarda bandat, peshin
muşun namazşan namazını bir kadar kechiktirib o'qishimiz bu bir kadar yaxshi. Ama asr xutdan kelgan vaqt o'zida onu bir kadar baldır o'qishimiz havo tutib kunlarda bu eng yaxshi bir vaqtlar bo'ladi. Ama qaysi vaqtda o'qisak o durust bo'laverdi shu namozniki, lekin havo tutib kunlarda ashda o'qishimiz bu bir kadar nima yaxshi. Xo'sh, endi biz endi namozniki vaqtlarining muayyan bir vaqtini biz yuqorida mana yedisk asosan bunu biz belki nima qildik. Endi bu vaqtlarda mesela peşin namazı, xutdan peşin namazı, asr namazı, namazşam, xutdan bamdat namazı dedik. Bu yerda o'q deyilayotgan gap faqat farz namozniki deyilgan vaqt. Endi bu farz namozniki boshqa vaqtlarda namoz o'qisak bo'lamdi, o'qimaydigan vaqtlarmi bormi desa biz mana buning ustida to'xtalamiz. Mana bu 24 saatning ichida, ya'ni bir kecha kunduzning ichida 3 vaqt bor. Bu 3 vaqtniki ichida hech qanday namozni o'qishga qat'iy bo'lmaydi. Birinchisi kun chiqib turgan vaqt. Ya'ni kun qizirib, shu chiqay deb turgan vaqt o'zida ne shu kunlik bomdatni o'qish, ne sunnat, ne nafl o'qishga qat'iy bo'lmaydi. Kun shu nayzuyi ko'tirib bo'lgan qadar. Biz endi voy uxlab qoldik deb Qur'on o'qirib kuniga qaramaylar, shunda qarablar. Hazır tanıtıp hazır bamdat namazı okumasam bo'lmaydi deb unda o'qishga bo'lmaydi. Ya'ni biz hazır kun chiqdimi ya chiqmadimi, qizillik bir vaqtcha bo'lib qoldimi, buniga diqqat qilishimiz kerak. Agar qizillik vaqt bo'lib qolgan bo'lsa, biz u namozni vaqti o'qimay, kun chiqib bo'lgandan keyin nayzuyi ko'tarilib bo'lgandan keyin anidan keyin u namozning qazosini o'qiymiz. Bu chog'da namoz o'qish mana u nima bo'ladi? Makruh bo'ladi. Üçüncü vaqt, ikkinchi vaqt endi kun jing tushib turgan vaqt o'zida. Kunduzda jing tushib bo'ladi. Shu vaqt o'zida hech qanday bir namozni o'qishga bo'lmaydi. U vaqtda namoz o'qish o makruh bo'ladi. Bo'lib bu juma kunlarida buni diqqat qilishimiz kerak. Ya'ni masjid kirgan vaqt o'zida dal shu jing tushib vaqtga kirib qolsak, tahiyyatul masjiddan iborat bo'lgan masjidga salom berish namozda bo'lgan bu namozni o'qishga bo'lmaydi. U vaqtda darhol o'tirimiz, o'tirib azroq azan chiqish amanamni anidan qolgan namoz uchun boshlab ketamiz. Uchinchi bir vaqt mana kun o'tirib turgan vaqt. Kun o'tirib turgan vaqt o'zida qat'iy namoz o'qishga qat'iy durust bo'lmaydi. Bu vaqtda namoz o'qish u makruh bo'ladi. Ammo shu kunniki o'zininki asr namozi bor ekan. Ya'ni shu kunlik asr namoz ekan, kun o'tirib ketay deb qapti shu yerime kirib ketibdi, masalan shu ya'niki nemizga kiradigan yerga yerime qapti. Shu vaqt o'zida namoz o'qishga bo'lmaydi, ammo shu kunlik asr namoziniki farz bo'lib qolgan bo'lsa, men u chog'da o'qib olsak, u durust bo'ladi. Undan boshqa vaqtda, mana u boshqa namozni yoki boshqa vaqtlarda bunday bir vaqtda namoz o'qishga qat'iy bo'lmaydi. Bomdatkim shundoq. Bomdatkim qarab baqsak, kun chiqadigan qilib qizil bo'lib, to'g'ishning ozroq bir chiqibdi yoki buzilib qolibdi, chiqadigan vaqt shunda 5-10 minut qolibdi. Mana bunday vaqtda ne shu kunlik bomdat namozining vaqti, ya'ni boshqa namozni o'qishga qat'iy durust bo'lmaydi. Bu bir makruh vaqt. Yeni bir makruh vaqt endi bu farzi qartildi, sunnat vaqt. Mana sunnat namozini bomdat mana tong otgandan keyin mushu kun nayzuyi ko'tarilib bo'lgan qadar nafl namozga o'qishga bo'lmaydi. Nafl namoz o'qimay, faqat shu kunlik bomdat namozining sunnatini o'qisak bo'ladi, ammo sunnatdan boshqa nafl namozni o'qishga qat'iy bo'lmaydi. Ammo u vaqtlarda masalan nima namoz o'qibdik, qazo namoz o'qibdik yoki bo'lmaydi sajda tilovat namozini buni o'qibdik yoki bo'lmaydi jinoz namozi o'qisakmi, bunida bo'laverdi, ammo nafl namoz o'qishga bo'lmaydi. Yana bir vaqt endi asr namozi, ya'ni asr vaqti kirgandan keyin kun o'ltirganga qadar hech qanday shu kunlik farz namozni o'qigandan boshqa hech qanday nafl namozni o'qishga qat'iy bo'lmaydi. Ya'ni shu vaqtlarning ichida u qat'iy nafl namoz, undaq mustahab namoz deganidek bunday namozni o'qishga bo'lmaydi. Ammo u vaqtlarda masalan sajda tilovat, masalan jinoz namozi deganidek
bunda bir vaqtlarda o'qib qolsak, o makruhchu bo'ladi endi. Mana endi bir hamda oyati deganda, ya'ni endi bir vaqt endi asr namazshamga azn o'qigandan keyin farz o'qigan qadar nafl namoz o'qishga bo'lmaydi. Bu Hanefi mezhebdeki göz qarash. Ama başqalarga ham hadisimi bor. Başqa mezhebga asosan agarda biz shu namazshamga azan o'qigandan keyin, ya'ni namazsham farzi o'qishdan burun 2 rakat namoz o'qidi degan rivoyat bor. Buning asosan agar biz o'qib qolsak, bu bo'ladi, undan hech qanday nima yo'q. Ammo Hanefi mezhebda o'qimaydi deydi. Bizning ixtiyorimiz. Ya'ni bo'ladi, bo'lmaydi deganlik emas. Endi siz qayerda yashagan bo'lsangiz, shu yerdagi ahvolga qarab ishni cho'ng bekiting. Sizdagi yashayotgan rayoningizdan shu namazsham azan o'qigandan keyin farz o'qigan qadar bir o sünnet namazı okumaydigan bir odat olgan bo'lsa, uni o'qimaysiz. Buning qarta unudimi hadis cho'ng bor. Agar sizning yashaydigan yeringiz namazsham azan o'qigandan keyin farz namaz o'quvchi bo'lgan oraliqda 2 rakat namoz o'qiydigan bu ish var masalan. Shu arab davlatlari va haramlarda buni asosan agar biz u yoq berib qolsak, uni o'qisak-chu bo'laverdi. Ya'ni buningda endi makruh deganlik bir nima bor. Ya'ni obdan bo'lmaydi deganlik endi. Ya'ni bo'ladi bo'lmaydi deganlik emas, ya haram emas deganlik emas. O'qisangiz, mana deydi, o'qisangiz yaxshi deydi o yalaqi Hanbali, Şafii mezheptikiler bu ola bir hadisga asas tayinidi. Bizma yani o'qisaqchu biz bo'lmay o'qimasa eng yaxshisi o'qisa obdan bo'lmaydi deymiz. Bizning bu yine bunuga asosan bir hadislarimiz-chu bor. Buningda hech qanday bir talash tortish qilib, o bo'ladi bo'lmaydi degan nima yo'q endi. Agar u chaqda bak nafl namoz o'qingiz ketsa, hech qanday bir yerda talash tortish bo'lmaydigan kechich o'qiyotsangiz tong atqanga qadar, undan keyin kun nazvoyi ko'tirib bo'lgandan keyin namoz shu nimaga kerakchilik, shu asr namozning vaqti bor kashkish o'qiyotsangiz, hech qanday bir odam, hech qanday bir olim yoki bo'ladi bo'lmaydi demay texim o'qisangiz vaqtingiz bo'lsa, bu vaqtda o'qiyotsangiz bo'ladi. Yani illaki başka vakti karımız yok. Ama bir yerde nima qilib kallimiz illaki shu namazsham namozidagi azan o'qigandik o'qiyman deb shuni o'qib olgan, boshqa namozga karımız yok. Uningda muhim bo'lgan tahajjud namoz, salatul istixara, salatul tasbih deydigan muhim bo'lgan Peygamber Aleyhisselam ta'lim bergan namozlar var. Bu tahajjud namozi, buningdan kari yok. Ama kichkina bir ish o'tirida g'avg'an, mushuna farakatni teriman deb Muşu bizim rayonlarımız bir yer yaşayotgan bo'lsa, şu bunca nima qilmay, go'yo o'la bir boshqa bir ishni qilgandek, mushunda qilib ketadigan mushuna bir ishlarimiz var, hissiyatga tayinib, mushunda yalaqi nodonlik qilib, biz keng doirada atrofga o'ynashib, biz qanday yerda yashayotimiz, qanday rayonlarda yashayotimiz, bizning olimlarimiz nima deb keldi, necha yilda yo'q qanday qilyotdi, buning uchun ahamiyat berishimiz kerak, buning diqqat qilishimiz kerak. Bizning rayonlarimizda qilayotgan, etayotgan namoz, mushu tahorat üstedeki muşu hüküm en nima o to'g'ri. Ish qanday vaqt o'zida Qur'on hadisning ro'yiga chatlab ketgani yo'q. Ulumi to'g'ri, hammasi shu to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Buning bo'lmaydi degani faqat bir mustahab ishniki ustidan talash tortish bor, ammo farz, vojib o'tirsa hech qanday bir ixtilof yo'q. Hanefi mezhebdikilar bu farz deganlar hammasi farz deydi. Şafii deganlar farzga hammasi o'rta. Ammo şu mustahab, yoki bo'lmaydi sunnat, yoki bo'lmaydi mubah degan üstə, yani maniqsiz uddaroq, maniqsiz yaxshiroq degan o'zligi fikri ko'z qarashandi. O'zi shu narsani fikr qilish orqali u odamlar o'ziniki ijtihodi, Qur'on hadisni tadqiq qilish orqali bir xil fikr, bir xil mazmun o odamga hosil bo'ladi. Shu orqali u odamlar onadagi maniqsa yaxshi bo'ladi ekan degan ko'z qarashni olib boradi. Ama farz, vacibde belki de nemizde iş kadar bir adam farzini düşürüp vacib kısınız boludu, bağınıksız farz boğan ibadeti kımısınız boludu, kımgan yaxşı, kığınız yaxşı diye talaş tartış yok. Hemmisi ortak. Şu bu işlağa biz dikkat kılıp, bizim rayonlarımızdan namazdan azan okugandan keyin namaz okumaydigan, o yalaki namazdan burun o 2 rakat sünnet okumaydigan bir adet umumlaşkan bo'lgandan keyin okumaksızlığımız
bu yaxshi. Agarda biz endi boshqa bir yerga berib, hammadan qarab baqsak, şu azan, namazşamga azan o'qishga amanamlar, hammasi berib şu masjidning oqsa, turning oqsa bir yerga namoz o'qiydi ekan. U yerga berib bizga nisbatan u yerga jimmi tuturishimiz bu bizga toza ubtadjo emas. Chunki necha odam ibodat qilsa biz shu turilish, namoz o'qish hech qanday bir to'sag'imiz yo'q. Undan o'g'andagi bu yerga vaqtida u o'qivasaqcho, u vaqtda u bo'ladi. Shu bu ishlarni bunda bir ahkam masalasini mustahab, sunnat, mubah deganidek bundan bir ishlarni bundaqcha muomalacha qilishimiz kerak. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bizniki bu qatamki darsimiz mushohidlik bo'ldi. Yana bir qator ko'rishgacha har birlarini Allohga omonat qildik. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.